holatlarni kutish kerak, nimalarni tushuntirish kerak, judayam katta narsada. Hozir endi sizlar basic urovenda o'rganyapsizlar, ya'ni dastlabki holatda, lekin bu mana shuni o'zi fundament bo'ladi agar yaxshi o'rgansanglar. Shuning uchun yana bir marta aytaman, endokrin tizimga jiddiy e'tibor berib, ayniqsa mana qandli diabet, bu me'da osti bezining endokrin tizimi va mana bu qalqonsimon bezni ayniqsa patologiyasi va paratiroid gormon patologiyasi, buyrak usti bezi, umuman olganda hammasi muhim. Lekin sizlarni amaliyotlarga judayam kerak bo'lgani ayniqsa mana shu qandli diabet bilan qalqonsimon bezi kasalliklari. Shuning uchun yaxshilab e'tibor berib, nima deydi, yodlab tushunib olishga harakat qiling. Hayotga bog'lang, YouTubedan qo'shimcha videolar ko'ring, rasmlar ko'ring, nimagadir tushunmay qolsangiz, mana self study o'tirib Google'ga tering. Google'ga yoki YouTube'ga xuddi o'sha narsani videosini chiqaradi. Va albatta u vaqtda tushunmovchilik paydo bo'lsa, keyin mendan so'rasangiz, qo'ldan kelguncha yana tushuntirib beraman. Hozir mana o'tadigan ko'p ma'lumotlarimiz yo'naltirilgan, high yield, lekin ko'p ishi mana rektorlar ham aytgandek, gapiga qo'shilaman, self study ko'p vaqtlarni olish kerak. Bitta tushuncha hosil bo'lgandan keyin self studyga ko'proq vaqt sarflayverasiz. Demak, sizlar bilan boshlaymiz. Endokrin tizim, ya'ni ichki sekresiya bezlari yoki o'zini ishlab chiqaruvchi mahsulotini qonga bevosita quyadigan bezlar, bu endokrin bezlar deyiladi. Shu endokrin bezlarni eng amaliyotda katta o'rin tutadiganlaridan bittasi bu qalqonsimon bez. Nomiga yarasha qalqonga o'xshab bo'yin sohasida joylashadi va aynan bo'yin sohasida rivojlanadi va bo'yin sohasida anatomik jihatdan joylashadi. Turli xil kasalliklarda bemorlar aynan bo'yindagi bo'g'ilish holatiga shikoyat qilishlari mumkin. Demak, qalqonsimon bezni sekin boshlaymiz. Bu endi modul sifatida ko'ryapmiz. Bu ko'proq sizlarga tushunchani tezroq olishga yordam beradi. Qalqonsimon bezi rivojlanishi, mana thyroid development. Qalqonsimon bezi rivojlanishini bilish uchun qisqa anatomiyasini bilishingiz kerak. Hammani tasavvuri bor. Faqat mana bu qalqonga o'xshaydi. Qarang, kapalikka o'xshaydi deyishlari mumkin, lekin qalqonga o'xshaydi. Orqasida kuchi bo'lsa, qalqonning o'zi. Va bu qalqonsimon tog'ayi pastida joylashadi. Thyroid gland qismlari bor, o'ng va chap bo'lagi va mana bu uchburchak tepaga osilib qolgan qismi. Bu piramidasimon qismi deyiladi yoki ba'zan bu piramidasimon qismi bo'lmasdan mana bu chuqur, mana bu o'yilgan holatda bo'ladi. Bu ismus to'ragan soha ham deyilishi mumkin. Ikkita o'ng chap bo'lagi mana tepada piramida bo'lagi bo'lishi mumkin. Piramida bo'lagi mana aynan mana shu rasmda hammada ham bunday bo'lmaydi. Uzun yo'l ko'ryapsiz. Bu yo'l mana bu joyda til bor deb tasavvur qilsangiz, tilga ulangan. Mana tilni olingan mana bunday tasavvur qilsangiz, tilni orqa ildiz tarafiga mana bunaqa teshik yordamida ulangan. Endi mana shu teshik ko'ryapsiz, qalqonsimon bezni piramida qismi bilan bog'langan. Bu narsaning nomi thyroglosal duct. Terminologiyani bilishingiz kerak. Duct degani bu naycha, yo'l, thyroglosal til bilan qalqonsimon bezni piramida qismini bog'lab turuvchi tushuncha. Embrional davrda buni bo'lishi normal holat. Ya'ni embrional davrda bu bo'lsa normal holat deyiladi. Katta odamda bu bo'ladigan bo'lsa, mana shu o'rta ochiq holatda bu persistent thyroglosal duct deyiladi. Ya'ni tilni ildizi bilan qalqonsimon bez o'rtasida mana bu naycha bog'lanish hosil qolib ketgan deb qaraladi. Endi sizda savol bo'lishi kerak, nima uchun qalqonsimon bez tilni ildiziga bog'lanib qolgan yoki bog'langan bo'lishi mumkin? Nima aloqasi bor? Chunki qalqonsimon bez rivojlanish davrida dastlab kurtak holatida yoki divertikular holatida paydo bo'ladi. Endi embriologiyani ozmi ko'pmi o'qigansiz. Pharynx, ya'ni yutqun apparatini, dastlabki yutqun apparatini floor pastki qismida thyroid divertikula paydo bo'ladi. Aynan thyroid divertikula yoki thyroid kurtak sekin mana shu thyroglosal duct yo'li bilan pastga bo'yinga qarab tushadi. Chunki anatomik jihatdan thyroid gland bo'yinda joylashgan, til esa bu halqum apparati sohasiga to'g'ri keladigan struktura. Aytganimizdek, mana
til tireoglossal dakt yordamida demak tiroid bez bilan bog'langan holatda qolib ketsa, bu holatni biz persistent tireoglossal dakt deymiz. Xususiyatlari juda ham qiziq. Aytib o'tdik, til asosida ko'r teshik yoki foramen cecum degan joy bor. Aynan foramen cecum qalqonsimon bezni mana shu til bilan bog'lab turuvchi nayni orientir, ya'ni embrional davrdagi mavjud qismi qoldiq hisoblanadi. Mana ko'ryapsiz, foramen cecum normal odamlarda ko'r teshik holatda tireoglossal daktni qoldig'i sifatida ko'rinib turadi. Endi buni nima ahamiyati bor? Agar ko'pchilikda mana shu rivojlanish davrida tiroid gland, qalqonsimon bez rivojlanmay qolsa, pastga migratsiya bo'lmasa, tilni asosida kichkina bez bo'lib qolib ketsa, massa ko'rinishida yoki tilni asosida bo'lishi shart emas, sal mana pastroqqa tushishi tireoglossal dakt bilan, lekin aynan bo'yin o'z anatomik sohasiga yetib bormasa, aynan qalqonsimon bez ektopik hisoblanadi. Ya'ni ektopiya degan so'zni bilasizlar, bu ektopiya o'z joyidan boshqa joyda joylashuv. Ektopik qalqonsimon bez o'zini gormon ishlab chiqaradi. Qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, anatomik jihatdan qayerda joylashishidan qat'iy nazar, o'zini funksiya bajaradigan uch-to'rt gormonlarni ishlab chiqaradi. Endi mana shu ektopik joylashgan qalqonsimon bez aytayapmiz, bo'yinni o'zi, mana ko'p keyslarda ko'rasizlar, bo'yinni katta odamda o'zi qilinganda o'z sohasida, anatomik sohasida tiroid gland aniqlanmasa, u ektopik boshqa joyda joylashishi mumkin. Ektopik deganda bu albatta sal yuqoriroq, ya'ni qalqonsimon tog'aydan yuqori qismda, til osti suyagini ustida yoki foramen cecum tilni asosida qoldiq sifatida qolib ketishi mumkin. Buni sizga bilish kerak bo'lgan qismi, ba'zan mana shu yallig'langan vaqtda yoki ektopik tiroid bez yoki tiroid gland kattalashgan vaqtda bemorda diskomfort chaqiradi, yutinishga qiynalish bo'ladi, ba'zan ho'rsinish bo'lishi mumkin. Aynan shu holatda til asosidagi yoki bo'yindagi massa olib tashlanadi. Va albatta u massa olib tashlangandan keyin, ko'ryapsiz, bu ektopik tiroid to'qima bo'lishi mumkin. Bu degani, agar bemorda mana shu ektopik to'qima yagona tiroid gland bo'ladigan bo'lsa, bemorga albatta o'rinbosar terapiya kerak bo'ladi. Mana допустим, mana bu joyga ektopik tilni asosiga tiroid gland qo'yapmiz. Agarda buni olib tashlagandan keyin mana X qilamiz. Pastda tiroid gland o'zi normal holatda bo'lsa, bu faqatgina bir qismi qolib ketgan bo'lsa, o'rinbosar terapiya shart emas. Ya'ni tashqaridan qalqonsimon bez gormonni kiritish shart emas. Agarda bu yagona ektopik qalqonsimon bez bo'lsa, buni olib tashlagandan keyin albatta o'rinbosar terapiya qo'llanilishi kerak. Shuni bilib oling. Endi mana shu aytayotganimizdek tireoglossal dakt yo'qolib ketishi mumkin, ya'ni to'liq degeneratsiyaga uchrab yo'q bo'lishi, ya'ni tilni asosi bilan mana bu tiroid gland umuman aloqa qilmasligi mumkin. Ba'zi holatlarda tiroid gland mana shu o'rta sohada ma'lum bir qismi kista holatda qolib ketishi mumkin. Yoki bo'lmasam mana bu nay ochiq holatda bo'lib, mana shuning ichiga suyuqlik yig'ilib, tireoglossal dakt o'rtasida kista ko'rinishida ma'lum bir massa qolib ketishi mumkin. Bu narsani biz tireoglossal dakt kistasi deymiz. Aynan mana shu massa juda ham qiziq. O'rtada joylashadi, midline, e'tibor beramiz. Bo'yinning oldingi sohasida midline bo'ladi. Va bemor yutinganda, swallow qilganda yoki tilini oldinga chiqarganda, protruziya, tongue protrusion deymiz, tilini chiqarib so'raganda, tilini tashqariga chiqargan vaqtda tepaga qarab ko'tarilsa, bu tireoglossal dakt o'rtasida suyuqlik yig'ilishidan hosil bo'lgan kista deb qaraladi. Endi shu joyda bilishingiz kerak, ba'zan embrional rivojlanish nuqsonlaridan biri persistent cervical sinus degan holat mavjud, ya'ni bo'yin bronxial yoriqlari, bilasiz, bo'yinda bronxial yoriqlar bo'ladi va bronxial yoriqlar asta-sekin bitib ketishi kerak. Agarda bitishida qandaydir nuqson bilan kista hosil qilib bitadigan bo'lsa, bo'yinda yana xuddi
shunga o'xshagan massa hosil bo'lishi mumkin. Faqat qiziq tomoni u massa doim bo'yni lateral tomonda joylashadi, yon tomonda. Midline'da bo'lmaydi. Keyslarda ko'pincha bu jag' uchburchagini pastida deb keladi. To есть pastki jag'ni angle of mandible yoki pastki jag'ni burchagida joylashgan yoki karotid arteriyalarning bifurkatsiya sohasida joylashgan massa deb keladi. Bir tomonlama bo'ladi. Ikki tomonga chizib qo'ydim. Endi baribir bilib olasiz. Bir tomonlama joylashgan bo'ladi. Joyida solishtiring. Tiroglossal duct kistasi doim o'rtada, til bilan birga harakatda qiladi. Ikkinchisi persistent cervical sinus yoki bo'lmasam bronchial cleft cyst, ya'ni bronxial halqum yoriqlarini noto'liq bitishi yoki kista hosil qilib bitishi hisobiga paydo bo'ladigan massa. Endi talabalar ko'pchiliginglar buni bilishinglar mumkin. Ko'p intervyularni ko'rsanglar, mana sizga topshirganlar bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Mana USMLda основной ma'lumotlar juda bazasi katta bo'lganligi uchun hech qachon bilaman deyish kerak emas. Qancha ko'p takrorlasangiz, qancha o'sha oddiy tushuncha bo'ladimi, qiyin tushuncha bo'ladimi, aniq xotirangizda bo'lsa, bilish emas. Aniq xotirangizda turish kerak, ana o'shanda maqsadlaringizga oson erishasiz. Chunki aynan mana shu ikkita ключевой momentda, mana shu midline'da joylashishi tiroglossal kistani va lateral tomonda, ya'ni jag'ni burchagida joylashishi persistent cervical sinusdan qolgan bronchial cleft kistani bu juda ham muhim bo'lgan xususiyatlar. Endi qiziq tomoni mana shu qalqonsimon bezni rivojlanishi embrional davrda, endi ikkala qismini ham bilasiz, endodermdan paydo bo'ladi. To есть qalqonsimon bez, mana pastda qalqonsimon bezni ichi ko'p sonli follikuldan iborat. Mana допустим, qalqonsimon bezni chizadigan bo'lsak, ichida ko'p sonli mana bunaqa follikula. Follikula deganimiz bolalar kichkina sharcha. Mana shunaqa kichkina sharchalarga to'la bo'lgan bez. Follikulaga to'la. Follikulyar tuzilishga ega. Endi qiziq tomoni aynan mana shu follikulyar tuzilishga ega bo'lgan qalqonsimon bezni ichida mayda qo'shimcha orolchalar ham bor. Endi endokrin bezlarni bir-biriga solishtirsangiz, me'da bezda ham shunaqa Langerhans orolchalarini eshitgansiz. Tiroid glandda ham mana shunaqa kichkina orolchalar bor. Bu orolchalar parafollikulyar C hujayralar deyiladi. Para degani mana follikula, devorda to'la epitelial xususiyatga ega bo'lgan qalqonsimon bezni funksional hujayralar joylashgan, markazida suyuqlik bo'ladi, kolloidi deymiz. Va orasida mana bu joyda parenxima bo'ladi. Bu juda ham tushunarli. Parenximada doim qon tomirlar joylashadi. Va mana shu parenximaning orasida yana mana bu follikulyar hujayralardan farqli bo'lgan parafollikulyar, para degani bilasiz, follikularning orasida joylashgan C hujayralar bo'ladi. Aynan mana shu C hujayralar qalqonsimon bezga yana bitta xususiyat beradi. Qalqonsimon bezni gormonlari siz esingizda, hammangiz bilasiz, T4, T3, ya'ni tiroksin, tironin degan gormonlar ishlab chiqaradi. Bundan tashqari aynan mana shu qalqonsimon bezi o'zida parafollikulyar C hujayralaridan kalsitanin degan gormon chiqadi. Endi bu kalsitanin gormoni bolalar mana shu T3T4 dan keskin farq qiladi. T3T4 asosiy vazifasini hali gapiramiz. Inson tanasidagi hamma modda almashinuv jarayonini boshqaradi, tezlashtiradi. Ya'ni siz mana issiqlik hosil qilishingiz, natriy kaliy faza moddalarning parchalanishi, yog'larning erishi, o'sishingiz, oqsillar sintezi, hamma metabolizmga mana shu T3T4 o'stiruvchi, tezlashtiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Lekin mana bu kalsitanin qalqonsimon bezdan chiqsa ham unaqa metabolizm jarayoniga qatnashmaydi. Nomiga qarasangiz juda ham oson, kalsitanin deyapti. Bu kalsiyni organizmda, aynan qonda oshiqchasini sezib ajraladi va kalsitanin ortiqcha kalsiyni chiqarishga hissa qo'shadi. To есть kalsiy regulyatsiyasida qatnashadi. Lekin siz bilasiz, kalsiy regulyatsiyasining asosiy bezi bu paraqalqonsimon bez. Shu joyda qo'shib ketamiz. Demak, qalqonsimon bez kapalaksimon shaklga ega va qalqonsimon bezni orqasida ikki juft deymiz yoki 4 dona paraqalqonsimon bez yoki paratiroid bezlar bo'ladi, paratiroid gland. Bu birga joylashgan qiziq tiroid
Bezning asosiy funksiyasi metabolizm tezlashtirish, tamom. Buni ichida kalsitanin bor. U kalsiy almashinuvida qatnashadi. To есть kalsiy ortiqchasini chiqaradi. Endi yana bitta qiziq tomoni shuni bag'rida qo'shimcha paratiroid bezlar ham bo'ladi. Endi paratiroid bezlarning faoliyatini bilasiz, u kalsiyni miqdorini qonda boshqaradi. Ya'ni qonda kalsiyni gomeostazini ta'minlaydi. Bu degani qonda kalsiyni miqdorini bir xil ushlab turishga harakat qiladi. Kamaysa ko'paytirib beradi. To есть siz tushunishingiz kerak, kalsiyni ko'paytirib, fosfatni kamaytirib beradigan mana bu 4 ta bez. Endi tiroid ichida mana kalsitanin bor. Shuning kalsitanin kamaytirib beradi kalsiyni, 4 ta paratiroid bezi bo'lsa, kalsiy miqdorini qonda oshirib yoki normal holatda ushlab turishda qatnashadi. Bu gaplarni nima uchun aytyapmiz? Aynan mana shu endokrin ikkita bezni rivojlanishi bir-biriga bog'liq. Mana e'tibor bersangiz, aynan qalqonsimon bezni o'zini paydo bo'lishi ikki xil yo'l bilan ketadi. Qalqonsimon bezni mana mashq holatda tasavvur qilsangiz, buni ichida aytib o'tdim, mayda-mayda kalsitanin sintez qiladigan parafollikulyar siy hujayralar bo'ladi va ichida katta anaqa follikulyar hujayralar bo'ladi. Follikulyar hujayralar tepada aytib o'tganimizdek faringal epiteliumdan hosil bo'ladi. To есть farinks boshida aytib o'tgan tilli asosida paydo bo'lgan faringal epitelium pastga tushadi va follikul hosil qiladi. Bundan tashqari parafollikulyar siy hujayralar biz hali faringal apparatda siz bilan yana gaplashamiz. Ultimobronxial tanachalar degan tanachalar bor. Aynan ultimobronxial tanachalar mana shu parafollikulyar siy hujayralarni paydo qiladi. Va bu ikkalasini paydo bo'lish manbasi alohida bu pastga tushib keladi. Bu aynan mana shu tushib kelayotgan to'qima bilan aralashadi, to есть fusion qiladi, qo'shiladi. Qo'shilgandan keyin qalqonsimon bez to'liq shakllanadi. Adashtirmang, qalqonsimon bezi shakllanishi ultimobronxial tanachalar hamda faringal epiteliumni qo'shilishdan paydo bo'ladi. Lekin bu orada yana 4 ta beziz bor. Paratiroid bezlar. Ularning paydo bo'lish manbasi boshqa. Demak, embriologiyasida eng muhim bo'lgan qismlarni gaplashdik bolalar. Yana quick recap qilib beraman, chunki har xil talaba bor. Bilishdan ko'ra bir-biridan nozik nuqtalarni aniqlab olishingiz, farqlab olishingiz juda ham muhim. Aytganimdek, midline'da joylashishi, o'rta chiziqda joylashishi juda ham muhim va yon tomonda joylashishi bu bronxial kleft yorig'ini kistasiga xos bo'lgan xususiyat. Tilni chiqarishda harakat qilish har doim ham berilmaydi. Aslida midline'da joylashganligi va lateral sohada joylashganligi bilan farqlaysiz. Chunki qolgan ma'lumotlar ham bo'lmasa mumkin, faqatgina o'rta sohada, midline sohada qandaydir massa joylashgan va boshqa gipotiroid, gipertiroid belgilar mana keysta beriladi. Aytyapman, ключевой moment aynan mana shu joylashgan sohasi. Ключевой moment rivojlanishdagi migratsion holat. Til asosida paydo bo'lib pastga tushishi hamda ultimobronxial tanachalar bilan qo'shilib parafollikulyar siy hujayralar hosil qilinishi va bu kalsitanin ishlab chiqarilishi. Joyida farqlab oling. Kalsitanin qalqonsimon bezdan chiqadi, paratgormon bo'lsa paratiroiddan chiqadi. Endi anatomiyasi. Anatomiyasida ham juda ham muhim bo'lgan xususiyatlar bor. Bunga e'tibor berishimiz kerak. Qalqonsimon bezi shaklini bilasiz, qalqon ko'rinishda bo'ladi va uni pastki va yuqori qismlari bor. Mana bu joydan shunday ajratsangiz, yuqori qismi va pastki qismi shartli ravishda anatomiya uchun ajratamiz. Va mana shu bezning qismlari qon bilan ta'minlanishi uchun ikki xil arteriya bor. Yuqori tiroid arteriya va pastki tiroid arteriya. Superior tiroid arteriya, inferior tiroid arteriya. E'tibor bering, yuqorgi tiroid arteriya tashqi uyqu arteriyasini tarmog'i. Siz uyqu arteriyalarning anatomiyasini umid qilaman bilasiz. Men aytib ketaman. Mana bu joyga bifurkatsiyasini qo'yamiz. Bu tomonga ham mana chizamiz. Bifurkatsiyani qo'yamiz. Mana bu yuqoriga ketadigan ichki uyqu arteriyasi, tashqaridagi tashqi uyqu arteriyasi. Tashqi uyqu arteriyasidan mana yuqoriga tiroid arteriya keladi. Va pastki tiroid arteriya, inferior tiroid arteriya, tirocervical trunk sohasidan chiqadi. U mana bu umumiy uyqu arteriyasi va ba'zi holatlarda pastda subklavian arteriyadan chiqadi. Va bundan inferior tiroid arteriya keladi.
Endi e'tibor bering, oson-ku, hech ham oson emas. Chunki superior tiroid arteriyani chiqish joyi va inferior tiroid arteriyani chiqish joyi. Tirocervical trunk sohasidan chiqadi inferior, superior bo'lsa external carotid arteriyadan chiqadi. E'tibor beradigan joyingiz bor. Siz bu yerda faqatgina tiroid bezni qismlarini ko'ryapsiz, lekin buni bag'rida 4 ta aytib o'tganimizdek nima bor? Paratiroid bez bor. Bu paratiroid bezingiz qaysi biridan qon oladi? Yuqorigidanmi, pastgidanmi? Qani, anatomiya o'qiganlar, marhamat, javob beramiz. Kim bor bu yerda? Tak. Qani, Diyorbek, marhamat. Qaysi arteriyadan qon oladi? Paratiroid bezlar nimada bo'ladi? Ikkitagina arteriya bor. Anig'ini bilmadim. Inferior tiroiddan olsa kerak deb o'ylayapman. To'g'ri. To'g'ri o'yladingiz. Lekin juda ham mana chalg'itadigan narsa, qalqonsimon bezi pastki qismi kattaroq, gravitatsiya qoidasi bo'yicha. Unaqa demaymiz endi. Inferior tiroid arteriya mana shu 4 ta dona, farqi yo'q, yuqori pastki qismini 4 ta dona paratiroid bezlarni qon bilan ta'minlaydi. Buni aniq yozib qizil bilan bo'yab oling. Bu sizga kerak bo'ladi. Endi mana shu aytib o'tganimizdek, tiroid gland orqasida qalqonsimon tog'ay bor. Qalqonsimon tog'ayni siz bilasiz. Mana Adam's apple deymiz. Mana shu joyda kardek ruschasiga o'g'il bolada chiqib turadigan mana bu ikkita tog'ayni burchak hosil qilib birlashishdan hosil bo'lgan qism bor. Va bu qalqonsimon tog'ayni orqasida bizda nima joylashgan? Voice box. Ovoz qutichasi yoki siz biladigan larynx joylashgan. O'zbekchasiga hiqildoq. Aynan mana shu hiqildoq qalqonsimon bezni anatomik strukturalari bilan ma'lum bir darajada bog'langan. E'tibor bering, hozir qon bilan ta'minlanishini aytdik. Arteriya qanday bo'lsa, venasi ham xuddi shunaqa bo'ladi. Unga o'ylanish kerak emas. Innervatsiya. Aytib o'tganimdek, bu qalqonsimon bez, endokrin bez. Innervatsiya simpatika, parasimpatikadan mayda tolalar bo'ladi. Unisiga ahamiyati yo'q. Lekin mana bu sohada ikkita nerv mavjud, ya'ni superior laryngeal nerv, superior laryngeal nerv hamda qaytuvchi laryngeal nerv. E'tibor bering, recurrent laryngeal nerv. Ikkita qismga ajratamiz. Superior laryngeal va recurrent laryngeal nerv. Superior laryngeal nerv faqatgina bitta mushakni innervatsiya qiladi. Krikotiroid mushak. Endi larynx, ya'ni hiqildoqni tog'aylarini hozir ko'rsataman. Ko'plab tog'aylari bor. Mana ko'ryapsiz. Hiqildoqni mana ochsangiz, qalqonsimon tog'ay, tushumsimon, arytenoid, krikoid, corniculate, arytenoid, ko'plab tog'aylar bor. Ularning nomini yodlash sizga shart emas. Faqat mana bu qayerdan kelganini biling. Krikarytenoid, krikarytenoid, arytenoid, arytenoid, tiriarytenoid. Buning hammasi tog'aylarning o'rtasiga tortilgan hiqildoqni mushaklarini nomi. Tog'aylar orasida tortilgan uchun o'sha mushaklarga shunaqa nom berilgan. Krikarytenoid, arytenoid, tiriarytenoid degan nomlar. Aynan mana shu mushaklar innervatsiyasi ikkita nerv o'rtasida bo'linadi. Superior laryngeal nerv hamda recurrent laryngeal nerv. Siz bilasiz, superior laryngeal nerv katta nerv bo'lganiga qaramasdan ikkita tarmoqqa ajraladi. Tashqi tolalari hamda ichki tolalari, internal branch and external branch. Tashqi tolalari mana ko'ryapsiz, qalqonsimon bezdan aylanib o'tadi va krikotiroid mushakni innervatsiya qiladi. Ichki tarmog'i bo'lsa superior laryngeal nervni faqatgina sezgi innervatsiyasini beradi. Bu hiqildoqning ichidagi shilliq qavatga. Hiqildoqning ichini ko'rsangiz ham, hozir sizga video tashladim, o'shanda ovoz bo'ylamlarini ko'rdingiz, mana bunaqa ikkita joylashgan ovoz bo'ylamlarini ko'rdingiz. Mana tepasida yopib turuvchi tog'ayni ko'rdingiz. Aynan mana shu ovoz bo'ylamlarini yuqori sohasidagi shilliq qavat va uni pastki qismidagi shilliq qavat bor. Yuqori tomondagi shilliq qavatni sezgisini aynan mana shu superior laryngeal nervni ichki internal qismi ta'minlaydi.
Tashqi shoxchasi yoki external branchi aynan ichkarida joylashgan krikotiroid mushakni innervatsiya qiladi. Krikotiroid mushak innervatsiyasi demak superlaringal nervga bog'liq. Endi qolgan hiqildovni, ovoz paylarini harakatga keltiruvchi hamma mushaklar qolgani krikotiroiddan boshqa. Mana keyingi slaydda ko'rsatdim. Shuningdek, posterior cricoarytenoid, lateral cricoarytenoid, oblique arytenoid, transverse arytenoid, thyroarytenoid, buni hammasi innervatsiyani recurrent laryngeal nerv bilan oladi. Recurrent laryngeal nervni siz embriologiya kursida qisqa gaplashgansiz, ya'ni pastdan aylanib o'tib hiqildovni innervatsiya qiladi deb gaplashgansiz. Ayni hiqildoq innervatsiyasi recurrent laryngeal nerv bilan bo'ladi. 99% hiqildoqni mushak harakatini boshqarilishi qaytuvchi laryngeal nerv yordamida bo'ladi. Bu demak bitta ma'lumot, ya'ni yuqorigini superlaryngeal nerv ikkita tarmoqqa ajralishi, external internal branchga, external branchni krikotiroid mushakni innervatsiya qilishi, internal branchni esa ovoz boylamlaridan yuqorida bo'lgan shilliq qavatni sezgi innervatsiya qilishini bilib oldingiz. Endi aynan mana shuni qon tomiri bilan aloqasini bilishingiz kerak. Superior thyroid arteria, external branch superior laryngeal nerv bilan aloqada bo'ladi. To есть birgalikda yuradi. Aynan superior thyroid arteria, superior thyroid vena, superior laryngeal nervni tashqi shoxchasi bilan birgalikda yuradi. Triada holatda. Shu holatda bilishingiz kerak. Ikkinchi, recurrent laryngeal nerv pastdan tepaga qaytadi va hiqildovning ichiga kirish vaqtida inferior thyroid arteria bilan birgalikda kirib boradi. Inferior thyroid arteria demak pastki qismga tashqarida qolib ketadi, ya'ni qalqonsimon bezni pastki qismini va 4 ta paratiroid bezlarni qon bilan ta'minlaydi. Recurrent laryngeal nerv bo'lsa ichkariga kirib qolgan hamma hiqildovni mushaklarini innervatsiya qiladi. Shu qismga e'tibor berasiz. Mana qisqacha superior laryngeal nerv ko'ryapsiz, internal branch ichki tarmog'i va external branch ko'ryapsiz. Internal branchning asosiy funksiyasi supraglottic sensation, ya'ni ovoz paychalaridan yuqorida joylashgan shilliq qavatini sezgisini ta'minlaydi, harakatda qatnashmaydi. Tashqi laryngeal nerv bo'lsa krikotiroid mushakni innervatsiya qiladi. Krikotiroid mushakni asosiy vazifasi, mana ko'ryapsiz, ovoz boylamlarini taranglashtirishda, tensda qatnashadi. Bu qism ham juda ham nozik, xuddi shu holatda eslab qoling. Krikotiroid mushak ovoz boylamlarini taranglashtirib beradi. Yaqinlashtirib, uzoqlashtirib, tepaga, pastga bo'shatirib, har xil variantlar sizda bo'lishi mumkin, lekin aynan tensing, ya'ni taranglashtirib berish asosiy vazifa hisoblanadi. Tarang bo'lsa, ovoz qanaqa bo'ladi? Hozir ko'rdingiz, ovoz boylamlari tarang tursa, high pitch bo'ladi. Ya'ni yuqori holatda ovozni high pitch qilib beradi. E'tibor bering, pitch degani ovozni o'tkirligi. O'tkir yuqori pitchda bo'ladi agarda bu tarang bo'lsa. Agarda superior laryngeal nervni external branchi superior thyroid arteria bilan birgalikda zararlansa yoki aynan shu arteriyani ligatura qo'yish davrida external branch zararlansa, nima bo'ladi? Bu mushak falaj bo'lib qoladi. Qaysi tomonda operatsiya qilinganiga qarab, bu mushak falaj bo'lsa, bir tomonlama tarang bo'lmaydi. Hozir videoda ko'rdingiz, tarang bo'lmasa, ovoz pasayib qoladi. Low hoarse voice paydo bo'ladi. Low degani ko'ryapsiz, erkaklarning ovozi low bo'ladi. Dag'al chiqadi, deb. Pitch yo'qoladi. Shuni esingizda saqlang. Endi biladigan tomoningiz yana superior thyroid arteria qachon zararlanishi mumkin? Surgery vaqtida, ya'ni qalqonsimon bezni yuqori qismlarda o'tkaziladigan surgeryda zararlanishi mumkin. Inferior thyroid arteria recurrent laryngeal nerv zararlanish ehtimolligi boshqa holatlarda ko'p, ularni sekin mana ko'ramiz. Hamma tushunarlimi? Mana keyingi qismini ko'ramiz. Nervus vagus. Nervus vagus bilasiz, ezofagus bilan birgalikda aortani teshigidan sekin pastga o'tib ketadi. Ezofagal teshikdan mana e'tibor beramiz. Ikkita vagus pastga tushyapti. Hozir bu yurakdan mediastinal sohani o'tyapti. Mediastinal sohani o'tgandan keyin mana ezofagusning atrofida chigal hosil qiladi. Ezofagus keyin bunday oshqozonga o'tgan vaqtda mana shu pastga ikki tomondan mana vagus tushadi.
va chegaralar hosil qilib yana dальше innovatsiya qilishda davom etadi. Aynan mana shu mediastinal sohada ikkita tarmoq beryapti qaytuvchi nervlar. Recurrent laryngeal nerve o'ng tomonda va chap tomonda. E'tibor bering, recurrent degani qaytuvchi ikki xil yo'l bilan qaytyapti. Chap tomondagi vagusdan chiqayotgan laryngeal nerv aorta yoyini pastki qismidan o'tyapti va hiqildog'ni hamma mushaklarni innovatsiya qilyapti. Ikkinchi o'ng tomondagi bo'lsa subpulmonal arteriyani tagidan o'tyapti, aylanib xalq hosil qilyapti va o'zini tomonidagi ovoz paychasini innovatsiya qilyapti. Nima uchun bunga alohida e'tibor beryapman? Bolalar, e'tibor bering, boyagi videoni yana qayta ko'ring. Ovoz boylamini rasmi, ovoz boylamini videosi qo'yib beriladi sizga va siz undan sразу bilishingiz kerak. Bir ovoz boylami ishlamay turadi. Mana bu ovoz boylami tarang, mana right tomonda bu, left tomonda ovoz boylami bo'shashib qolgan holat bo'lsa, aynan shu holat haqida o'ylang. Farqi yo'q. Superior laryngeal bo'lsa, bu holatda ham bo'lishi mumkin. Inferior mana bu vagusdan ketayotgan recurrent nerv zararlanish holatda ham mana shu bir tomonlama ovoz boylamini, ovoz paychasini to'liq falajlanishi holati bo'lishi mumkin. Faqat siz biladigan tomoningiz superior laryngeal nerv aynan operatsiya davomida zararlanishi mumkin. Lekin mana bu recurrent nerv bo'lsa, zararlanuvchi turli holatlar bo'ladi. O'ngi osonidan boshlaymiz. O'ng qaytuvchi laryngeal nerv hech qanaqa kasallikda emas, faqat operatsiya davomida zararlanishi mumkin. Oson qoldiramiz. Lekin mana bu chap vagusdan chiqayotgan qaytuvchi laryngeal nerv, e'tibor beramiz, chap bo'lmachani kattalashuvida, aortani ko'tariluvchi va yoy sohasidagi anevrizmada, disseksiyada, mitral stenozda chap bo'lmachani kattalashuv holatlarida bu bosiladi. Qaytaraman, eslab qoling, anatomik ko'ryapsiz. Siz yurakning anatomiyasini ham eslab qolishingiz kerak. O'ng tomonda yurakni o'ng bo'lmacha, orqa tomonida chap bo'lmacha, oldingi tomonda o'ng qorincha, chap lateral tomonda chap qorincha joylashgan. Aynan mana shu chap bo'lmachani kattalashuvi mitral stenoz hisobiga mana bu nervni bosishi mumkin. Yoki aorta ravog'ini yoki ko'tariluvchi aortani yoki tushuvchi aortani anevrizmasi, qopsimon kengayishi yoki disseksiyasi ham recurrent laryngeal nervni bosishi mumkin. Mana ko'ryapsiz. Hoarsenessga yondashuvning turli xil usullarini sizga ochib berdim. Yaxshilab e'tibor berib qarang. Operatsiya. Lekin bu qism turli xil patologiya. Mitral stenoz sababi revmatizm, hali uni bilasiz. Ikkinchi, yana qaysi holat dedik? Chap bo'lmachani kattalashuvi yoki aortani mana to'g'ridan-to'g'ri anevrizmasi. Shu holatlar Hoarseness holatiga sabab bo'lishi mumkin. Hali patogenezini yana qayta gaplashamiz, keyin ko'rib olasiz. Hamma mushaklar bittasidan tashqarida krikotiroid aytib o'tdik, superlaryngeal nervni tashqi branchi bilan bo'ladi. Epiglottisdan yuqori shilliq qavat superlaryngealning eksternal branchi bilan bo'ladi. Aynan epiglottisdan pastdagi sezgi shilliq qavati recurrent laryngeal nerv yordamida amalga oshadi. Qisqa shuni tugatamiz, keyin davom etamiz tanaffusdan keyin. Parafollikulyar siy hujayralar tiroidda bo'ladi. Основной vazifasi tones down serum kalsiy, kalsiy miqdorini kamaytirib turadi va shu orqali suyakni himoya qiladi. Tamom. Tanaffusdan keyin davom etamiz.